Dersimiz davamlaştırmamız hürmetli vatandaşım. Endeki mavzumunda gap sözler ciddileştirdi mi ya ki Rusya Çavuşen'de turuşta xodimlarni chekindirishga başladı. Mavzuli xabar 8 ayning 18 kuni Dovitor bitida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Çavuşen yerim arlı vaziyet ciddilashayotgan bir payt ostida Yaponiya Amerika Tashqi ishlar ministrlari va davlat mudofaa ministrlari maslahatlashib yig'ini 17 kuni Washingtonda o'tkazildi. Yig'indan keyin Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Rakes Tillerson bunday ko'rsatdi. Amerika Çavuşenning harbiy tayyorligini ilgari suryapti. Belki növbette Çavuşen'de 101 ciddi ve qadağıga taqobil turish uchun Rusya Federatsiyasi Çavuşen'de turayotgan şirketlarni chekindirishga tayyorlik qildi. 8 ayning 18 kuni universal matbuotlar mundaq ko'rsatdi. Mundaq xabar qildi. Shu yer vaqt 17 kuni Amerika, Yaponiya ikki davlatning mudofaa ministrlari va tashqi ishlar ministrlari yig'in oxirlashgandan keyin Washingtondagi yig'in qatnashgan ikki davlat amaldorlari muxbirlarni kutib olish yig'ini o'tkazdi. Amerikaning davlat ishlar kotibi Tillerson muxbirlarga mundaq ko'rsatdi. Çavuşen vaziyatga xato hukm qilib, tanlab olgan xato vaziyatga taqobil turish uchun harbiy ishlar bo'yicha tayyorlik qilishni yo'lga qo'ydik. Çavuşenning Guam Orol dengiz sohiliga raketa bilan hujum qilishini cheklamoqchi biz. Xabarda bunday ko'rsatildi. Ikki taraf yana bunday ko'rsatdi. Amerika davomli yadro qurollarini muhofazat qilish siyosati bo'yicha Yaponiya kengaymichilik tahdidiga uchrasa, Yaponiyani muhofazat qiladi. Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat mudofaa ministri James Mattis bunday ko'rsatdi. Çavuşen ig'vogarcha to'xtatish kerak. Agar Çavuşen tahdid silish va majburlashni to'xtatmaydi ekan, Çavuşenga emas, barliq davlatlarga yaxshi ish bo'lmaydi. James Mattis bunday ko'rsatdi. Yaponiya tahdidining oldingi sepida turibdi. Yaponiya tahdidining oldingi sepida turibdi. Amerikaning harbiy kuchi bilan Yaponiyani qo'g'dash hargiz o'zgarmaydi. Mattis davomli Yaponiyani qo'g'daydigan siyosatni oshkorladi. Amerika embargo yurgizish va qurol ishlatishni o'ziksiz takrorlab kelayotganlikdan navbatda Çavuşen urushi yetib kelgan bir kayfiyat ichida turmoqda. Çavuşen alayda iqtisod rayoniga avval kirib kelgan Rossiya Federatsiyasi hukumati va Çavuşen shirkat mas'ullarining navbatda oshkorlashicha Çavuşen bilan Amerika o'rtasida yadro qurollari masalasi bo'yicha masala tug'ilishdan avval Rossiyalik xodimlarning Çavuşendan chekinishni planladi. Bu ish Rossiya doiralarining xohishi deb qaraldi. Yaponiyaning iqtisod xabarlari mundaq ko'rsatdi. Çavuşenning Lushan degan joyiga joylashgan Rossiya Çavuşen birlashma shirkatida 100 nafar Rossiya tashqi ishchi xizmatchilar ishlaydi. Çavuşenning yadro qurollarini davr qilgan holda Amerika Çavuşen surkilishi kaskinlashyapti. Rossiya Federatsiyasining tashqi ishlar ministri Ravlov mundaq hisobladi. Çavuşen yerim orlida harbiy to'qinish yuz berish ehtimolligi intayin yuqori. Agar harbiy to'qinish yuz beradigan bo'lsa, Rossiyaning Iroq sharq rayoni intayin zo'r ziyonga uchraydi. Shuning uchun Prezident Vladimir Putin hukumati kirishni kontrol qilish harakatini kuchaytiryapti deb ko'rsatdi Ravlov. O'xshashli bir kunda hozir Rossiya Federatsiyasi Çavuşen'de shirkatlarini va xodimlarini chekindirayotganda Junguma ham Çavuşen'de shirkatlarini xodimlarini chekindirishga boshladi. Uni ayrim xabar qilib qo'ydik. Qisqacha men jumladan mazmunni yetkazib qo'ydim vatandoshim. Endi yana bir xabar. Yangi harakat Ozodlik armiyaning 77-armiyasi Qinghai Tibet egizligiga kirdi. Mavzuli xabar 8 ayning 19 kuni Vanvet orbitida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Jungo Hindiston chegara to'qinish davomlashyapti. Hindiston chegaraga askar yo'tkazyapti. Buningga agishib, Jungo chegaraga askar yo'tkashga boshladi.
77. armiya növbəti intayin cabbalıq igizlikdə intayin eğer her bir məşq ötközüşünü karar kıldı ve yaka başladı. Şart, şarayet, naçar, üskünler kemçil, zemberekçilerden 43 nefer asker hazır. Bu yerde uzun müddet turup kılıç ve şalan hava şaraitini maslı şalmaslıktan ensirep, kısımdan, askeri kısımdan çekinişini oylaştı. Gördünüz mü? Cungunun 77. armiyası hazır Çinxay Tibet igizliğine çıktı. Lakin şunun içinde zemberekçilerden 77. armiyanın zemberekçilerden 43 nefer asker nimdeydi o şalan avağa bası şalayımız mı? Turmuş ki köneleyimiz mi şuna askeri kısımdan çekineyli degende oylaştıydı. Şu armiya bile Hindistan armiyası oturursa uğraş olduğun gepme hürmetlik vatandaşım dikkat kılın ama gepken. Hindistan tarafının aşkarılışı, Hindistan çırağı asker köpeytişini heli burun başlagan. Sikkim yakın şarkı bülek rayındı, Sikkim'e yakın şarkı bülek rayındı. Hazır Hindistan 1400 kilometre çırağı asker orunlaştırıp bağlı. Dikkat vatandaşım hazır Hindistan müşahaverde değildi. 1400 kilometrelik çırağı rayını asker orunlaştırıp bağlı. Korkunç yapı bu hürmetlik vatandaş.